Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir amri washrah li sadri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'rganishda davom etamiz. O'tgan darsimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganligi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga mana shu 23 yillik payg'ambarlik hayoti davomida 6666 ta oyat, ya'ni 114 ta sura Makka da va Madina Munavvarada nozil bo'lgan bo'lsa, bu oyatlarning ichida juda ko'p hukmlar, buyruqlar, qaytariqlar bor edi. Mana shu ko'pdan ko'p buyruqlarning orasida eng birinchisi o'qi degan kalima bo'ldi. Chunki aytamiz, bizning dinimiz ilm, ma'rifat, saqofatga targ'ib qiladigan din. Dinimiz iqro, o'qing kalimasi bilan boshlandi. Samodan birinchi tushgan kalima o'qing bo'ldi. Ilm, ma'rifatga chaqirish bo'ldi. O'qing. Ilmda hidoyat, nur va hamma yaxshiliklar mavjud. Kim o'qishlik ne'matidan mahrum bo'lgan bo'lsa, bu odam shubhasiz juda katta bir xayriyatdan mahrum bo'ldi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ta'limoti ma'rifat va ilm, saqofat bilan boshlangan. Bizning risolatimiz, islom risolati ilm, dinimiz ilm, u bizni doim ilmli bo'lishga chorlaydi. Kimda kim ilmsiz, ta'lim, tarbiyasiz, yuksaklikka yetishaman desa, albatta bu odam adashgan bo'ladi. Ilm kerak emas desa, albatta adashgan bo'ladi. Agar insonlar ilmni tark qilsa, ustozlarning, ulamolarning etagini ushlamasa, ilm va kitobni tashlab qo'yadigan bo'lsa, shubha yo'qki, bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qoldirib ketgan ta'limotdan ancha uzoqqa chiqib ketishibdi. Bizning dinimiz ilm, ma'rifat, saqofat dini. Alloh taoloning iqro, o'qing kalimasi bilan ilm farz bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning har bitta musulmon erkak va ayolga ilm o'rganishlik farz degan hadisi shariflari bilan ilm farz bo'ldi. Demak, ilm o'qishlik farzi ayn. Kim ilmni inkor qilgan bo'lsa, bu farzni inkor qildi. Kim farzni inkor qilgan bo'lsa, kim bo'ladi bu odam? Farzni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ilm kerak emas degan odam, Alloh saqlasin, iymondan ajralib qoladi. Ilm o'qishlik birinchi o'rinda hukm qilingan, buyurilgan Alloh taoloning oyati nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alaq surasidan mana 5 ta oyat tushligi bilan u kishini nabiy bo'ldi deb aytdik. U kishi Alloh tomonidan bir vahiy oldilar. Odamlarga risolat yetkazishlik hali buyurilgani yo'q edi. 6 oy muddat vahiy nozil bo'lishiga to'xtab qoldi. Bu vaqtni ulamolar fatratul vahiy deyishadi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ya ayyuhal muddassir qum fa anzir. Ey liboslariga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring degan oyat nozillik bo'lishligi bilan u zot rasul bo'ldi. Insoniyatga da'vat qilishlik u kishiga vazifa qilib yuklatildi. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oilasidan, Hadija onamizdan boshladi da'vatni. Hadija onamiz birinchi bo'lib da'vat qilindi va shubha qilmasdan, ikkilanmasdan islomni qabul qildi. Shundan olamizki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi bo'lib iymon keltirgan, mutlaq birinchi bo'lib iymon keltirgan inson bu ayol kishi, Hadija binti Huvaylid roziyallohu anha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oiladan boshladi da'vatni dedik. Birinchilardan bo'lib Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhani da'vat qildi. Ali payg'ambarimizning uyida ulug'aygan edi. Buni sababi Abu Talib faqir kishi edi. Farzandlari ko'p edi. Shunday bir faqir bo'ldiki, farzandlarini boqishlikka ham imkoniyati bo'lmay qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi Abbosga, amakim Abu Talib farzandlarini boqishlikda bir qiyinchilikka uchradi. Agar ma'qul ko'rsangiz, borib bittadan farzandini tarbiyamizga olib, yordam bersak amakimizga dedi. Abbosga bu fikr ma'qul bo'lib, Banu Abdul Muttolibdan bo'lgan bir to'p kishilar Abu Talibning uyiga borib, niyatini aytishdi. Abu Talib ularni taklifiga rozi bo'lib, agar katta o'g'lim Aqilni qoldirsanglar, xohlaganlarini qilaveringlar dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu olib ketdi uyiga. Abbos ibn Abdul Muttolib bo'lsa, Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu tarbiyasiga oldi. Alini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyiga borishligi
Alloh tomonidan Aliga bo'lgan bir izzat, ikrom, marhamat edi. Mana Ali deganda karramallohu vajhahu deb aytamiz. Alini yuzini mukarram qildi, aziz qildi. Payg'ambarimiz uyida o'sganligi uchun Ali birorta butga, birorta bir sanamga sajda qilmagan edi. Alloh mushrik mana shu butlarga sajda qilmasligi bilan yuzini mukarram qilgan edi. Demak, keyingi iymon keltirgan kishi bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Ali 10 yoshda bo'ladi shunda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamiz bilan namoz o'qiyotganini ko'rganida, "Ey Muhammad, nima bu?" deb so'radi. 10 yashar bola. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga islomni, tavhidni, dinni tushuntirdi. Uni islomga kirishlikka chaqirdi. Ali, "Men bir o'ylanib ko'ray" dedi. 10 yashar bola. Ya'ni shaxsiyatini ko'ringki, 10 yashar bola o'ylab ko'ray deyapti. Bu dinni ixtiyor qilishlik juda bir katta, og'ir masala. 10 yashar boladagi shaxsiyatni ko'ringki, o'ylab ko'raymen dedi. Bir necha kun o'tdi, rozi bo'ldi. Islomga kirgan kishilarning keyingisi Ali roziyallohu anhu bo'ldi. Islomga birinchi bo'lib kirgan kishilardan Zayd ibn Horisa. U kishining islomga kirishini tarixi shundayki, Zayd Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'lida qul bo'ladi. O'zi asli qul bo'lmaydi. Zayd ibn Horisa 8 yoshga kirganida onasi bilan bir joyga safar qilishadi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik, arab qabilalari bir-biriga tez-tez hujum qilib, tirikchiligini urush bilan o'tkazishar edi. Bir qabila ikkinchi qabilani bosib olib, ayollarini, bola-chaqa, mol dunyosini olib ketib, ozgina tirikchilik qilishib olar edi va hokazo. Ana shu bir-biriga hujum qilayotgan qabilalar ularni ham asir qilib olib ketdi. Zaydni olib borib qul bozorda sotib yuborishdi. Ozod bo'lgan Zayd ibn Horisa qul bo'lib sotilib ketdi. Qo'ldan qo'lga o'tar ekan, Makka ga kelganida uni Hakim ibn Hizom ibn Xuvaylid sotib oldi. Hakim ibn Hizom Hadija onamizning akasining o'g'li. 4000 dinorga sotib oldi. Ammasi Hadija roziyallohu anhoga olib borib berdi. Sizni xizmatingizni qilsin. Endi Hadija onamiz esa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qilsin deb Zaydni payg'ambarimizga hadiya qildi. Shunday qilib, Zayd ibn Horisa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'lida xizmatkor quli edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz. Mana ko'p qaytib aytayapmiz. Hayotidagi har bitta holat siz bilan bizga ibrat bo'ladi. Tijoratda muomalasini ko'rdik, yoshligida qanday bo'lganligini ko'rdik. Mana endi qul bilan qilayotgan muomalasi. Zayd ibn Horisaga sayyidi bo'lgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir go'zal muomala dediki, payg'ambarimizni butun vujudi bilan, qalbi bilan yaxshi ko'rib qo'ygan edi. Zaydni qul qilib sotib olganlaridan keyin otasi Horisa uzoq vaqt istab yurdi. Endi o'zini bolasi qayerda bo'lmasin, qancha pulga bo'lmasin qaytarib olib keladi. Istab yurar ekan, natijaga erisha olmadi, topa olmadi. Zayd ibn Horisaning qabiladoshlari haj mavsumida Makka ga kelishdi. Zaydni ko'rib qolishdi. Buni xabarini borib otasi Horisaga yetkazishdi. Horisa qodir bo'lganicha pulni to'pladi, o'zini ukasi bilan Makka mukarramaga keldi. Kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni topib turib, "Ey Muhammad" dedi, "Sizlar Abdul Muttolib urug'i Baytullohning xizmatchisizlar. Baytullohning xizmatini qilasizlar. Allohning uyini qo'shnilarisizlar. Miskinga yordam berasizlar, qiylanganga ko'mak ko'rsatasizlar, hojilarni ta'minotini qilasizlar. Sizlar karam, fazl egasizlar. Sizni qo'lingizda meni o'g'lim qul ekan. O'zi asli qul emas. Uni qul qilib sotishibdi. Xohlagan pulingizni ayting, beraman, o'g'lim olib ketaman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Horisaning gapini eshitib, "Sotmayman" dedilar. Nimaga dedi? "Sotmayman. Ixtiyorni o'ziga beraman. Xohlasa sizlar bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi." Horisa albatta bu taklifdan juda xursand bo'lib ketdi. Qaysi bola otasi bilan uyiga ozod holda qaytib ketishini o'rniga qul bo'lib qolishini xohlaydi? Payg'ambarimiz bu taklifidan xursand bo'lgan Horisa ukasi bilan turar ekan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni chaqirtirib keldi. Zayd kelganida payg'ambarimiz Zaydga qarab turib, "Ey Zayd, bu kishilarni taniysizmi?" dedi. "Bu kishi otam, bu kishi amakim" dedi. Quchoqlab ko'rishdi. "Ey Zayd, sizga ixtiyorni o'zingizga beraman.
Xohlang men bilan qoling, xohlang bular bilan keting dedi. Zayd ibn Horisa nimani tanladi? Hech ikkilanmasdan Muhammad bilan qolaman dedi. Buni eshitib otasi dahshatga tushib, "Ey bola, esingni yiq, qul bo'lib qolasanmi? Ota-onang bilan o'zing yurtingda ozod bo'lib yashashning o'rniga qul bo'lib qolasanmi?" dedi. Zayd yana qaytarib aytdi, "Muhammad bilan qolaman" dedi. Allohga qasamki, men bu kishidan butun dunyoga almashtirib bo'lmaydigan rahmatni, mehribonlikni ko'rdim. Allohga qasamki, ota-onam ham menga Muhammad muomala qilganchalik qila olmaydi dedi. Bu hali payg'ambarimiz payg'ambar bo'lmasdan turib bo'layotgan ish edi. E'tibor beringlar, payg'ambarimizning go'zal axloqi, oliy bir insoniy fazilatlariga bir dalolat qiladigan holat edi. Qul otang bilan ketasanmi desa, Muhammad bilan qolaman, chunki ota-onam menga bunchalik muomala qila olmaydi deb aytayapti. Payg'ambarimizning qulga qilgan muomalasini ko'raylik. Zayd mana shu javobni berganidan keyin Horisa bundan bir norozi bo'lib turganini ko'rib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam otasini ko'nglini yupatish uchun yuringlar dedi. Hammasini yetalab Ka'batulloh oldiga bordi. Quraysh hammasi jamlanib turgan joyda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam baland ovozlari bilan: "Ey Quraysh, ey Quraysh! Zayd bugundan boshlab meni o'g'lim, u ozod. Agar men o'lsam, u mening merosxo'rim bo'ladi." Ya'ni Zayd ibn Muhammad dedi. Shu kundan boshlab Zayd ibn Horisa emas, Zayd ibn Muhammad deb chaqirishadigan bo'ldi Zayd. Horisa ko'ngli taskin topib ketdi. Zayd ibn Horisa mana shu ixtiyor bilan nimani tanlaganligini hali bilmas edi. Kimning xizmatini ixtiyor qilib qolganligini, qanday bir katta yutuqqa yetishganligini bilmas edi. Payg'ambarimiz o'g'illari hammasi yoshligida vafot qilgan edi. Payg'ambarimiz Zayd meni o'g'lim dedi. Mu'ta g'azotida shahid bo'lib ketdi. Ikki dunyo saodatini tanlagan edi, faqat hali Zayd buni o'zi bilmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yana oilasidan qizlari hammasi iymon keltirdi. Zaynab, Ruqoyya, Fatima va Ummu Kulsumlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib da'vat qilganlarning ichida eng birinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin bir birodari bo'ladi, do'sti bo'ladi. Payg'ambarimizdan 2 yosh kichkina. Islomni qabul qilgan paytda 38 ga kirgan bo'ladi. Qurayshning eng oliy nasabli, hurmatli, badavlat, sayyid kishilardan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kimga islomda ro'baro qilmay, kimni da'vat qilmay, albatta so'rab surishtirgan. Nima bu din? Payg'ambar nima? Tavhid nima? Faqat Abu Bakr ikkilanmasdan, men nabiyman deganda siz nabiysiz dedi. Men payg'ambarman deganda siz payg'ambarsiz dedi. Birinchi lahzadanoq Abu Bakr Siddiq dedi. Bu Siddiq payg'ambarimizning har bitta gapini tasdiqlovchi degan sifat Abu Bakrga Isro va Miroj voqeasida berildi. Abu Bakr payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu paytda va anta Abu Bakr as-Siddiq, siz meni rostgo'yligimni tasdiqlovchi Siddiqsiz degan gap 10 yildan keyin bo'ldi, lekin Siddiqligi birinchi lahzadan edi. Abu Bakrning islomi haqida bir alohida to'xtalib gapirishimiz kerak. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar Abu Bakrning iymoni va ummatning iymoni taroziga qo'yib tortilsa, Abu Bakrning iymoni albatta og'ir keladi deydi. Bu qanday bir ulug' bir martaba. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana Abu Bakr roziyallohu anhu da hayotini 5 juma gapirgan bo'ldik. Eshitdik. Ko'p tafsilotlarga kirib o'tirmaymiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Allohga qasamki, yer yuzini anbiyolardan keyin bosgan eng afzal inson Abu Bakr. Ya'ni payg'ambar, nabiy bo'lganlardan tashqari oddiy odamlar ichidagi eng afzali Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu islomga kirishligi bilan da'vatga bel bog'ladi. Bilishligi bilan odamlarga yetkazishlikni boshladi. O'rgandi, bildi, qalbi taskin topdi, boshqalarni ham mana shu dinga targ'ib qildi. Agar inson bir narsani bilsa, xususan diniy bilimlarni o'rgansa, boshqalarga yetkazmasdan o'zida ushlab turgan bo'lsa, bu ilmdan nima foyda bor? Ilmni o'rganishlikdan, o'qishlikdan maqsad nima? Odamlarga yetkazishmi?
Odamlarni haqqa, Alloh tomoniga yetaklashmi? Agar siz o'qiyotgan ilm faqat sizning sondig'ingizda kitob bo'lib qolib ketadigan bo'lsa, qoraka degan nom bo'lib qolib, odamlarni Alloh tomoniga tortishlikka sabab bo'lmasa, bu ilm foyda bo'lmabdi. Abu Bakr iymon keltirdi, Allohning yakkaligini bildi, darrov mana shuni da'vat qildi. Hali payg'ambarimiz da'vat qiling deb buyurmagan edi. Hali da'vat qilishlik maxfiy edi, xos da'vatlar edi. Lekin Abu Bakr Siddiq haqligini bilgandan keyin, aqli bilan, qalbi bilan, ruhi bilan haqligini tushunganidan keyin odamlarni haqqa yetaklashni boshladi. Mana hadisda aytdik, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu iymoni bir pallaga, ummatning iymoni bir pallaga qo'ysa, Abu Bakr og'ir kelar ekan. Nimaga? Abu Bakr roziyallohu anhuning qo'lida asharai mubashshara bo'lgan kishilarning 6 tasi islomga keldi. Asharai mubashshara tirikligida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan jannatiy ekanligini xabarni eshitgan 10 ta odam. 10 ta deyilsa, 6 tasi Abu Bakrning qo'lida kelyapti iymonga, 7-si o'zi Abu Bakr. Tirikligida jannatiyligini eshitgan 6 ta odam Abu Bakrning qo'lida iymonga kelgan bo'lsa, demak, mana shu 6 ta odamni qilgan hammasini savobidan Abu Bakrga ulush bor. Bunga o'zini qilgan amalini qo'shing. Endi bu ashara mubashsharaning 6 tasi qaysinisi Abu Bakrga yeta oladi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamda shunday mazmunda hadislar bor. Kim bir yaxshi sunnatda hayotga olib chiqsa, unga amal qilganlarning ajridan shu boshlagan odamga savob bor. Kim yomon sunnatni, yomonlikni inson o'rtasida tarqatsa, odamlar mana shu yo'lga ergashib turib, gunoh topsa, shu yomonlikni boshlagan odamga ulush bor. Endi bu 6 odamni kim da'vat qildi? Aytinglarchi, mana shu 6 ta odam islomga kirish kerak edi, mana shu bir haftaning ichida. Abu Bakr da'vat qilmasa, demak boshqasi da'vat qilardi ekan uni. Ana shu yutuqda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu olib ketdi. Ular kimlar edi? Usmon ibn Affon, Abdurrahmon ibn Avf, Zubayr ibn al-Awwam, Talhat ibn Ubaydulloh, Sa'd ibn Abi Waqqos, Abu Ubayda ibn Jarroh. Bu tirikligidagi 10 ta jannatiy bo'lgan kishilarning 6 tasi edi. Usmon roziyallohu anhu juda boy kishilardan edi. Hasib kishilardan edi. Abdurrahmon ibn Avf mohir savdogar edi. Madinaga borganda birinchi qilgan ishi o'zimizni bozorimiz bo'lish kerak ekan bu yerda. deb turib, islomiy bozorni, islomiy iqtisod yo'lga qo'ygan edi. Yahudlarning xiyonatlarini, u yerdagi tijoratdagi makrlarni ko'rgandan keyin. Talhat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Awwam payg'ambarimizning ammasi Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li edi. Sofiya onamiz o'g'li edi. Zubayr ibn al-Awwam haqida payg'ambarimiz aytadilarki, har bitta payg'ambarning havoriysi bo'ladi. Isoning havoriylari bo'lganidek. Mening havoriyim Zubayr ibn al-Awwam deganlar. 16 ga kirgan edi shunda. Zubayr ibn al-Awwam roziyallohu anhu onasi tarbiyalagan edi. Onasi Sofiya binti Abdul Muttolib Zubayr 5 yashar paytida Zubayr ibn al-Awwam nihoyatda dovyurak sahobalardan bo'lgan, jasur jangchilardan bo'lgan, yengilmagan birodarlar. Ikkita qo'lida qilich bilan tench chopishgan ekan ikki tomonga. Xandaq g'azotida 5 ta mushrik Xandaqni bu yoqqa oqlab o'tdi. Amr ibn Hudni Ali roziyallohu anhu o'ldirdi. Endi qochib ketayotgan mushriklardan Nafal ibn Abdulloh ibn Muaviya Xandaqdan irg'iganida Zubayr ibn al-Awwam shunday qilich bilan uradiki 31 ga kirgan bo'ladi shunda. Qilich yelkasiga tegib, ikkiga bo'lib egaga kelib to'xtaydi. Mushrik ikkiga bo'lib Xandaqqa tushadi, ot o'tib ketadi. Shunda, "Ya Rasululloh, zo'r qilich ekanmi?" degan. Deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Qilich zo'r emas, bu qilichni ushlagan yurak zo'r" dedi. Zubayr ibn al-Awwamning onasi tarbiya qilgan. 5 yashar bolani qorong'i xonalarga yoki g'orlarga tashab qo'ysa, tashab qo'yib chiqib turar ekan bu yoqqa. Yig'laydi tabiiy kirib urar ekan. Nimaga yig'laysan? Yig'lama, qo'rqma. Nimaga bolangni qiynayapsan buni qilib desa, "Ha bu suvoriy bo'lish kerak katta bo'lganda, jangchi bo'lish kerak, qavmini himoya qiladigan." Ana, ona tarbiya qilgan Zubayr ibn al-Awwam. Yurayli bo'lib katta bo'lishi onalarga bog'liq bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqos 22 yoshda, Abu Ubayda roziyallohu anhu 24 yoshda. Mana shu 45 ta 40 ta odam iymon keltiradi maxfiy da'vat orasida. O'rtacha yoshi 25 yosh bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Nasaraniyash shabab va hazalaniyash shuyukh." Meni yoshlar quvvatlantirdi iymon keltirib. Quvvat bo'ldi belimga. Chollar, qarilar meni dedi xor qildi deydi. Chunki islomda qabul qilganlar yoshlar bo'lgan, qarilar xolamagan bu narsani.
Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zining da'vatini, risolatni, rahmatni yer yuziga olishlikni boshlashligi bitta ayol, bitta erkak, ikkita yosh bola bilan boshladi. Butun dunyoni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam isloh qilishligi kerak edi. Bu buyuk mas'uliyat. Erkagi ayol, yoshi qari, xuru ozod va qul, boy kambag'al hammasini hayotini isloh qilish kerak edi. Nima bor edi Rasulullohda? Zalolatga, zulmatga, zulmga botgan yer yuzini isloh qilishlik kerak edi. Bu ishni amalga oshirish uchun payg'ambarimizda na bir quvvat, na bir mablag', na bir mansab, na bir yordamchi bor edi. Bitta erkak, bitta ayol, ikkita yosh bola bilan boshlangan bu din. Bu din g'arib bo'lib boshlangan. Faqatgina payg'ambarimizda Robbisi tarbiya qilgan buyuk axloqi, Allohga bo'lgan iymoni va Parvardigorining madadiga bo'lgan ishonchi hamda tavakkuli bor edi. Shu bilan boshlangan. Payg'ambarimizning dasmoyasi shu bo'lgan. Lekin sabr bilan, mehnat bilan, sabot bilan yer yuziga islom tarqatdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Allohning izni bilan. Bu vaqtda hali Qur'onda hammasi ham nozil bo'lib ulgurmagan edi. Bor yo'g'i 4 ta sura tushgan edi. Ya'ni ular ham hammasi to'liq emas. Payg'ambarimizga ilm bo'lgan Alaq surasi tushgan edi. Ruhiy tarbiyali bo'lgan Muzammil surasi hamda amalga chorlovchi Muddassir surasi, so'ngra manhajini, payg'ambarimiz yo'lini belgilab beradigan Fotiha surasi. Shu 4 tagina sura nozil bo'lgan edi. Ko'p narsa yo'q edi payg'ambarimizning huzurida. Shu bilan islomni yer yuzi bo'ylab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarqatishga muvaffaq bo'ldilar. Iymonga kelganlarni adadi 30 ga yetganida payg'ambarimiz ular ta'lim olishi uchun ularning orasidan Arqam ibn Abil Arqamni uyini tanladi. Ana shu joyda maxfiy suratda to'planishar edi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan islom, din oyatlarini o'rganishardi. Bu yashirin da'vatni natijasi o'laroq 40 kishi, erkak ayollardan iborat 40 kishi iymonga kelgan bo'ldi. Ko'pchiligi iymon keltirganlardi. Kambag'al, bechora qullar edi. Buni hikmati nima? Nimaga endi kattalar, nimaga bir boylar, zodogonlar, kiborlar iymon keltirmaydi, nimaga faqirlar? Bu Alloh taoloning sunnati ekan. Payg'ambarlarning tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, payg'ambarlarga ham o'zi zaif bechoralar iymon keltirgan. Nimaga? Chunki din, shariat bu havoyi nafsini sindirib, xohishlaringizni o'ldirib, Allohning hukmiga bo'ysun'ish degani. Hayotimizni xohishi bilan o'tkazayotgan, atrofidagi odamlarni xohlagan ko'chasiga burayotgan kibor mutakallimlar albatta hayotini o'zgartirib yuboradigan dinga o'tishni xohlamasa. Abu Jahlga payg'ambarimiz bitta kalima aytib qo'y, la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'y, jannatga kirasan desa, ey Muhammad 10 ta kalima ayt, qaytaraman. Lekin buni aytmayman dedi. Sababi iloh kalimasini tushunganligi uchun u Abu Jahl aytmas edi. Aytsa javob berish kerak, o'zgartirish kerak hayotini, lekin kibr yo'l qo'ymas bunga. Nuh alayhissalom qavmini da'vat qilar ekan. Alloh taolo ular haqida shunday deydi. Hud surasi 27-oyat. Shunda uning qavmi orasidagi kofir bo'lgan kimsalar, bizlar seni xuddi o'zimizga o'xshagan odam deb bilamiz. Va senga faqat ichimizdagi pastkash, yalang oyoq kimsalar o'ylamasdan ergashganini ko'rmoqdamiz. Bizningcha sizlarning bizdan biron ortiqchalik joyingiz yo'q, balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylamoqdamiz dedilar. Bu 1000 yil da'vat qilgan Nuh alayhisalomni aytayotgan qavmi. Senga bari kambag'al qalan qasanlar iymon keltiribdi. Senlarda bizdan oshiqcha joyi yo'q. Senlarga ergashmaymiz, biz balandmiz deyshar. Musa alayhisalom haqida Alloh taolo bayon qiladi. A'rof surasi 137-oyat. Misr va Shomdagi yerning o'zimiz barakotli qilgan mashriq va mag'riblarga bechora qavmni, ya'ni Bani Isroilni voris qilib qo'ydik. Sabr toqat qilgani sababli Bani Isroilga Parvardigoringizning bu yerdan bechora bo'lgan zotlarga in'om qilishni va ularni odamlarga yetakchi qilib qo'yishni istaymiz degan go'zal so'zlari to'la to'kis bo'ldi. Fir'avn va qavmi qurib olgan imoratlarni va baland qilib ko'targan qasrlarni esa vayron qildik. U yerda ham zaiflar iymon keltiryapti, kiborlari o'jarlik qilyapti. Bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotda ham xuddi shu narsa takrorlanyapti. Zaiflar iymon keltirdi. Shundan keyin da'vat oshkor bo'lishligiga Alloh tomonidan hukm keldi.
Shu paytgacha da'vat maxfiy suratda. Ya'ni maxfiy degan so'zni boshqacha almashtiradigan bo'lsak, xos da'vat bo'lgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ri kelgan odamni emas, xos odamlarni o'zi ishongan, unda bir xayriyatda alomatlari sezilgan odamlarni istab topib da'vat qilgan edi. Xos da'vat bo'lgan desak, adashgan bo'lmaymiz inshaalloh. So'ngra Hijr surasidan keyingi oyatlar nozil bo'ldi. Fasda bima tu'mar va a'rid anil mushrikin. Bas siz o'zingizga buyurilgan ishni, ya'ni haq dinga da'vat qilishni yuzaga chiqaring va mushriklardan yuz o'giring. Endi payg'ambarimiz faqat o'zini xos yaqin odamlarini emas, hammani da'vat qilishlik kerak bo'ldi. Tongda Nabiy sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida Makka da turar ekanlar. Ka'bani oldidagi Abu Qubays tog'iga ko'tarildilar. Abu Qubays tog'i mana hajga borganlarimiz ko'rganmiz, podshohning qasri turadi-yu. Eng yaqin joy. Ana shu Abu Qubays tog'i deyiladi. Abu Qubays tog'i Ka'baga yaqin bo'lganligi uchun orqadagi narsani albatta to'sib turadi, balandligidan. Tong saharda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Qubaysga ko'tarildilar-da, baland ovozi bilan va sabaha deb baqirib qoldilar. Bu va sabaha degani dushman kelayotganda baqiriladigan nido edi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Kim baqiryapti? As-Sodiqul Amin baqiryapti. Ha, u hech qachon bunaqa ish qilgan emas, hech qachon yolg'on gapirmagan, demak bir ish bo'lib chekilik. Yig'ilib qurash keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga qarab turib, mana endi oshkora da'vat boshlandi. Agar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, mana shu tog'ning orqasida bir qo'shin sizlarga hujum qilmoqchi bo'lib turibdi desam, ishonasizlarmi meni gapimga? Deganlarida Quraysh, ha, sizdan biror marta yolg'on gapni eshitgan emasmiz, ishonamiz deganida, unda men sizlarni Alloh taoloning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan rasuliman dedi. Amaksi Abdul Uzzo turdida, u keyin Abu Lahab edi. O'zining ismi Abdul Uzzo edi. Bizni shu narsani deb chaqirdingmi dedi. Ishlarimizni qo'yib, ovora qilib chalg'itgan narsan shumi dedi. Qo'ling qurusin sen ey Muhammad dedi. O'zini amakisi, eng yaqin qarindoshi bo'lgan amakisi qarshi turdi. Bu ham islom Alloh tomonidan kelgan risolat ekanligiga bitta dalilki, agar payg'ambarimiz urug'chiligiga, qabilasiga, millatchilikka chaqirganida birinchi bo'lib o'zi Abdul Uzzo yordamga o'tish kerak edi. Qarindoshi har qalay. Qo'ling qurusin sen dedi. Mana shu narsaga bizni to'pladingmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Alloh taolo javob berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u quridi, halok bo'ldi. Mol mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqatgani yo'q. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan, bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotin lovullab turgan alangali do'zaxga kirgan. Abdul Uzzoni, ya'ni Abu Lahabning xotini Mujammil qayerda payg'ambarimiz haqida gapirishga to'g'ri kelsa, faqat yomon edi gapirardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tadigan yo'llarga tikanlar tashab qo'yar edi, oyog'iga sayilsin, ozorcha yesin deb. Bu yaqin qarindoshlari edi. Mana siyratni o'rganishlikda ahamiyatini ko'ringki, Qur'on oyatlarini juda ko'p qismini tushunishimiz uchun siyratni bilishimiz kerak. Nima uchun Lahab surasi, Masad surasi nozil bo'ldi deganda, mana shu qissani bilishimiz kerak bo'ladi. Bu siyrat bizga Qur'onni o'rganishlikka qanchalik bir kerak ekanligiga bir dalil bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo qarindoshlarini da'vat qilishlikni buyurdi. Va anzir ashiratakal aqrabin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Shuara surasi 214-oyat. Mana shu oyat tushganda payg'ambarimiz butun Abdul Muttolib urug'ini yig'ib, ularga ziyofat qildi. Ularni ikrom qilib, hurmat qilib, yedirib, ichirib turib, gapirmoqchi bo'lganida yana Abdul Uzzo turdi, Abu Lahab. Ey Muhammad, agar yana diningni gapidan gapiradigan bo'lsang, gapirma. Biz eshitmaymiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Holat gapirishlikka to'g'ri kelmayotganligini ko'rgandan keyin indamay qo'ydilar. Kim? Yedinglarmi? Ichdinglarmi? Men shuncha chiqim qilib qolaromanmi gapirmasdan? Eshitasizlar gapimni dedimi? Da'vat qilishdan o'rganaylik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan.
Uyga chaqirdi, rasxod qildi, chiqim qildi, qancha vaqt ketdi. Endi yeganingdan keyin eshitasan-da, nima? Men senlarga qolaman buncha ketadi dedimi? Demak, da'vat qilinadigan holat bor. Da'vat qilinmaydigan holat bor. Munosib o'rin bor, munosib payt bor. Bepayt unga gapirsiz gapingizni olmaydi haq bo'lsa ham. Biz kimni o'rganamiz da'vat qilishda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Eshitishni xolamayotgan odamga, o'jarlik qilayotgan odamga gapirib bu so'zlar islob qilinmaydi. Bu Allohning kalomi biz gapirayotgan narsa. Uni eshitishni xolagan odam bor, xolamagan bor. Ro'paramizda nasihat qilinadigan odam 3 xil bo'ladi. Bilib olaylik yaxshilab shuni. Da'vatingizni olishligi aniq nasihatingizni. Olmasligi aniq ikkinchisi. Uchinchisi yo oladi yo olmaydi. Ulamolar aytadi, da'vatingizni olishi aniq bo'lgan odamga gapirmasangiz gunohkor bo'lasiz. Xotiningiz, bolangiz yoki qandaydir qo'l ostidagi bir itoatdagi odamingiz. Ikkinchisi, olmasligi aniq. Bu odamga gapirgan odam xato qiladi. Bir marta aytingiz, ikki marta olmadimi? Bu adab isrof qilinmaydi. Uchinchisi yo oladi yo olmaydi. Endi bunga xolang gapiring, xolang gapirmang, gunohkor bo'lmaysiz gapirsiz. Gapirmasangiz ham gunohkor bo'lmaysiz. Unaqa yoqasidan ushlab bo'g'ishlik yo'q. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir ziyofat uyushtirdilar, Abdul Uzzoni aytmadilar. Undan keyin nima qilish kerak desa, payg'ambarimizning siyratini o'qisa yana chiqyapti javob. Abdul Uzzodan boshqa hammasini chaqirib turib, yedirib, ichirib bo'lib, sovg'alarni berib, ko'ynalarni yumshatib turib, bitta da'vat qildilar. Nomma-nom aytib keldilar. Ey falonchi, o'zingizlarni jahannam azobidan saqlanglar. Nomma-nom. Ey Sofiya bint Abdul Muttolib, Alloh taoloning huzurida sizga hech qanday yordam bera olmayman. Bitta. Ey Fatima binti Muhammad, meni molimdan xohlagan narsangizni so'rang. Lekin qiyomat kunida Allohning azobidan sizni qutqarib qola olmayman. Yarimta xurmoda sadaqa qilib bo'lsa ham jahannamdan o'zingizlar saqlab olinglar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ban Abdul Muttolibdan iymonga kelganlar iymonga keldi, kelmaganlari kelmadi. Sofiya bint Abdul Muttolib islomga kirgan ana shu kishilardan bittasi bo'ldi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.